Dastlabki texnikamiz Isuzu avtomobili 2020-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, metan gazlari bor deyishyapti. O'zimizning firmada ishlatilgan, faqat uzoq yo'lga chiqilmagan, holati yaxshi, hech qanday xarajat yo'q deyishmoqda. Demak, narxi 500 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi deb ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi texnikamiz ham Isuzu avtomobili 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobkalar ham zo'r holatda, hech qanday kamchiligi, muammosi yo'q. Qo'ng'iroq qilsangiz albatta texnikani barcha ma'lumotlarni aytib o'tamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi, narxi esa 21 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir 2007-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu avtomashinamiz sotiladi. Kraskalari toza, holati zo'r holatda, hech qanday kamchiligi yo'q. Konditsionerlari ham ishlaydi, dokumentlari ham toza. Qayta jihoziga ruxsatnomalari ham bor. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa 22 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda Otoyo'l avtomashinasi sotiladi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobkalari yangi, yaqinda remont qilingan deyishyapti. Hech qanday kamchiligi, muammosi yo'q deyishyapti. Manzil Samarqand viloyati, narxi esa 140 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Samospal Isuzu avtomashinamiz sotiladi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, zavodskoy Isuzu, hamma joy zavodskoy holati deb ma'lumot qoldirishgan. Probeg esa 237 ming kilometr, ishga tayyor holati, hech qanday kamchiligi yo'q deyishmoqda. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa 37 ming dollar aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Samospal Isuzu avtomashinamiz sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka most resorlari Senji holatda deyishyapti. Rama usulini, 7 ta metan gaz balonlari bor, tormozli sistema gurzovoyniki. Xullas ishga tayyor, ideal holatda deyishyapti. Narxi esa 35 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatdagi Samospal Isuzu avtomashinamiz esa 2008-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Olasiz, faqat menasiz, hech qanday kamchilik yo'q. Balonlar 70% atrofida. Narxi 23 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Sachman avtomashinamiz sotiladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 225 ming kilometr deyishyapti. Katta Sachmanning mostidan qo'yilgan, gaz ballonlari 184 kubalik. Mashinaning hech qanday kamchiligi yo'q, ishga tayyor holatda deyishyapti. Demak, narxi 58 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Sirdaryo viloyati. Navbatda esa Samospal Man sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 268 ming kilometr masofani bosib o'tgan deyishyapti. Metan gaz balonlari bor, ishga tayyor holatda, hujjatlari joyida. Narxi 28 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatda yana bir Samospal Man sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, balonlar 80% atrofida deyishyapti. 8 ta metan gaz balonlari bor, ishga tayyor, rama kuzovlarda ham hech qanday muammosi, kamchilik yo'q deyishyapti. Narxi 50 ming dollar aytilishi albatta yana kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Kamaz sotiladi. 1983-yilda ishlab chiqarilgan, holati juda ham zo'r. Reduktorlar 49 talik deyishyapti. Teleshka esa 10 tonnalik. Gazlarga ruxsati bor, radiatorlar ham yangi, balonlar ham yangi, juda ham ko'plab qismlarini yangi bosilgan deyishyapti. Ishga tayyor holatda. Narxi 9 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda esa havo yuk mashinasi sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, zavodskoy metan gazlari bor, balonlarning holati ham yangi, ishga tayyor holatda, rama kuzovlarda ham muammo yo'q, motor korobkalari ham zo'r. Narxi 43 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Sirdaryo viloyati. Navbatda yana bir havo yuk mashinamiz sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 25 tonnagacha yuk oladi. Yoqilg'i turi dizel deyishyapti. Motor zo'r holatda, hadovi ham yaxshi, balonlar 70% atrofida, holati a'lo, hech qanday xarajat yo'q deyishmoqda. Narxi 30 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati.
Navbatda yana bir samosval havo yuk mashinamiz sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Holati juda ham zo'r deyishyapti. Ballonlar ham yangi, orqa ballonlar esa hali yurimagan ham deyishyapti. Nahadu holatda. Demak, narxi $26,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan yanada batafsil va to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.